Assalomu alaykum. Keksa otalar, Munisa onalar. Bugungi shodiyonamizga, bugungi tantanamizga tashrif buyurgan xonimlar va janoblar, azizlar, bugungi shodiyonamizning asosiy sababchilari, mustaqil O'zbekistonning mustaqil yoshlari, yangi nikoh sulhi tuzilayotgan on lahzani sababchilari. Bugun davramizga Ramazon hamda Oyulxonlar tashrif buyurmoqda. Keling ularni munosib ravishda qarshilasak. To'ylar muborak bo'lsin. Baxtilimiz, taxtilimiz, qo'sha qarinlar. Toylar mübarek yar canım, toylar mübarek yar canım, toyhane bulsun her hanedanım, toyhane bulsun her bir hanedanım. Rahmet, koşa karınlar, bahtı olun. Baxtli bo'lin, baxtli bo'lin. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Hayo bilan xirom ayla, ibo bilan kelibdi. Kuyov to'ra yuragida shifo bilan kelibdi. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Hayo bilan xirom ayla, ibo bilan kelibdi. Kuyov to'ra yuragida shifo bilan kelibdi. Toylar mübarek yar canım, toyhane bulsun her haneda nimoyan.
خوشا قریب بحلی زمان Rahmat. Jaloliddin Abdullayev ajoyib kuy qo'shiqlar, to'ylar, muboraklar sadolari uchun sizga alohida sozanda jamoadoshlariga ham minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Assalomu alaykum yana bir bora. Assalomu alaykum fayzi oqshomga, fayzi to'y shodiyonasiga qadam ranjida qilgan aziz mehmonlarimiz, mezbonlar, xonadon sohibalari barchalaringizga to'ylar muborak bo'lsin. Elimizda, yurtimizda yangi 2026-yil 15-yanvar sanasi hukmronlik etmoqda azizlar. Kimdir xushnud davlatining dong'i bilan, kimlar sarxush ibodatli tongi bilan, odam aziz bu dunyoda ongi bilan. Xushniyat qil, dilda bo'lsin, tilda bo'lsin, tilaganing eng avvalo elda bo'lsin. O'z yeringni yomon desang yaxshing qani, qadriga yet poyingdagi gul chamanni. Shu vatan-ku aziz qilgan sanummani, tuprog'in o'p, dala-dashtu cho'lda bo'lsin. Qut baraka eng avvalo elda bo'lsin. Begonalar bog'laringda bog'bon bo'lmas. Nolish bilan mushkullaring oson bo'lmas. 100 yil tilan, ter to'kmasang to'rvang to'lmas. Alloh bersin, senda bo'lsin, menda bo'lsin. Tilaganing eng avvalo elda bo'lsin. Qadring uchun qo'lni qo'lga bog'lab yasha. Erking uchun o'zni jangga chog'lab yasha. 1000 yil yasha, dushman ko'nglin dog'lab yasha. Ilm degan mard yarog'i qo'lda bo'lsin. Tinch, omonlik, aziz do'stlar, eng avvalo elda bo'lsin. Haqiqatan, elimiz, yurtimiz tinchligi, osmonimiz musafoligida, elimizda yaxshi kunlarni, bayram shodiyonalari, to'y tantanalari ko'p bo'layotganligida, haqiqatan siz bilgan, biz bilgan, e'zozlagan, hurmat qilgan sulolada bugun vohamizda, viloyatimizda nomi aziz bo'lgan Yangiariq tumani Quruqtom qishlog'ida istiqomat qilib kelayotgan Yangiyer mahallasining eng bir ko'zga ko'ringan obro' sulolalaridan biri, ya'ni kim? Sobirovlar xonadonida bugun katta to'y azizlar. Katta tantana, katta shodiyona. Albatta bugun mana shu sulola haqida gap borganda halol mehnatli insonlar deb e'tirof etamiz. Ana shu sulola vakillarini mana shunday darajaga yetib kelishlarida tamal toshini qo'yib o'tgan insonlarning nomini bir dildagilarni tilda aytamiz azizlar. Men eng avvalo bolta otalarimizning nomlarini tilga olmoqchiman. Qutlu onalarimizning nomlarini tilga olmoqchiman. Ismoil otalarimizni, Durjon onaxonlarimizning nomlarini tilga olmoqchiman. Bugun Mardonbek ukamizni ham bugun bir nomlarini tilga olamiz azizlar. Ana shu yuqorida nomlarini tilga olgan insonlarimizning munosib izdoshlari, munosib davomchilari, hozirda halol mehnat bilan elning xizmatini qilib, elda obro' qozongan sulola vakillari. Albatta mana shu elning xizmatiga bel bog'lagan inson, elning darg'asi, shaxsan men uchun ham juda bir hurmatli, qadrdon bo'lgan inson. Yusuf otalarni bugungi to'ylar, bugungi tantanalar bilan navbatdagi albatta kelin bilan chin yurakdan tabriklamoqchiman. Nasiba onaxonlarimizga ham bugungi navbatdagi kelin muborak, farzand to'ylari muborak bo'lsin. Sardorbek og'alarni tabrikimiz bugungi to'ylar bilan, Yunus og'alarni tabriklash o'rinli, Mahmudjon og'alarni tabriklash o'rinli, Reyimboy doylarimizni chin yurakdan tabriklaymiz jiyan to'ylari bilan. Endi Alijon og'alarimiz bilan, muqaddas kelin oylarimiz bilan qo'dandachilik rishtalari bog'lanyapti azizlar. Ana shu bog'lanayotgan rishtalar abadiylikka yuz tutsin, bir umrlikka yuz tutsin, umr boqiylikka yuz tutsin deymiz. Haqiqatan bugun ana shunday niyat bilan barchamiz tashrif buyurganmiz. Keling, yaxshi niyatlarni, istaklarni vaqtinchaga so'zimizni mana shu yerdan muxtasar etib, bugungi mana shu Sobirovlar sulolasini darg'alari, xonadonning sohiblari birin-ketin chiroyli niyatlar bilan hozirgi kunda urfga, odatga, an'anaga aylangan azizlar, xonadon sohiblari to'y tantanani, shodiyonani oldi yaxshi niyatlarni bildirishadi. Mehmonlarimizga, barcha aziz mezbon bo'lsin. Mana shu sulolani qadrlab tashrif buyurgan barcha yaqinlarga dildagi, yurakdagi niyatlarni, qalbdagi tilaklarni xonadon sohiblari, xonadon sohibalaridan tinglamoqchimiz. Zafarbek aka, keling chiroyli niyatlarni avvalo sizdan asosiy kellik bilan keyin xonadon sohiblaridan tinglasak. Assalomu alaykum hurmatli Yangiyer mahallasi fuqarolari. Avvalambor bugun Sobirovlar xonadonida mahallamizda bir obro'li, e'tiborli, xalqqa bir xizmati degan Yusuf xonadonida bir yaxshi kun bo'lib turibdi.
Yusuf aşı gelin bilen tebriklimiz. İlahim şu bakta kelsin. Şu üzize gembiyime hizmeti buyursun. İlahi yurtta bir Xudayım şu 26-cı yılda bir nəmunəli xanadan olub, şu bir elde, avrayda bir yaxşı xanadan olub yetişsinlər. İlahim şu ildən vurulaq oğullu, qızlı, fərzəndləri bu andam, Yusuf'a, İladdakilə bilən, bir gəlikdə, Maxardakilə bilən, kollektiv bilən təbriklər oturuş nəsib etsin. Şu Xudayım əmişə xanadan ata yaxşı günlərə, toylara gələrli. Rahmet söz bəgərləriniz üçün. Ey rahmat. Chiroyli niyatlar, istaklar, tilaklar ijobat bo'lsin. Endi xonadon sohiblari bugungi navbatdagi xonadonda bo'layotgan to'ylar muborak. Yangi yilni yana to'y bilan, tantana bilan boshlagan sulola vakillarini Sardarbeka endi sizdan niyatlarni, istaklarni, tilaklarni, tabrik so'zlarini mehmonlarga qarata xush kelibsizlar deya chiroyli niyatlarni sizdan tinglamoqchimiz. Assalamu alaykum hurmatli dövremiz qatnaşçıları. Yine bugün bize toyumuza gelipsiler. Hemmeniz uyunuzda şunday yaxshi günler bolsun, toylar bolsun. Yeb içip, hazırlayıp oturuşlarınızı tilektaşımız. Rahmet etibarlarınız için. Rahmat katta. Niyatlar, istaklar, tilaklar uchun Remboy ota, jiyan to'ylari sizga muborak bo'lsin. Bugungi kelin shodiyona sizlarga muborak bo'lsin. Sizning ham niyatlaringiz. Rahmat so'z berganligingiz uchun. Yusufboy kuyovimiz, Nasiba ukamiz, singlimizni bugungi bo'layotgan to'y bilan tabriklayman. Buni oila a'zolarini, barchalarini bugungi tushayotgan kelinimiz bilan tabriklayman. Bularga yana bitta qarindosh ko'payayotir. Xullas bu yigitimizni, qizimizni ikkisini baxtli, saodatli bo'lishini tilaymiz. Uzoq umr o'zlarini ko'payishib, ko'p farzandlar ko'rib, eline, yurtuna xizmatlari buyurishini nasib qilsin. Uylarına xizmatlari buyursin. Hammalar sözde oturgan insanlar uylarında to'ylar yaxshi kunlar bo'lishini tilakdoshman. Rahmat. Yunus ota, to'ylar muborak bo'lsin. Assalamu alaykum toyumuz qatnaşçıları. Bizleri toyumuzu qadrlab kelganlarınız için katta rahmat hammangizga. Uylaringizda to'y olsun, Xudayim saye devletinde tolup taşıp, coşup oynab kulib yurish nasib etgay Xudayim. Yaşlara bak saadet tilayman, oğul kızlar ko'p bo'lsin, hammaning uyida to'y o'g'ay. Endi biz ketin hamma og'aynilardan, doiladan niyatlarni eshitdik. Xonadon sohibi Yusuf ota, sizni ham eldoshlarimiz, yurtdoshlarimiz niyatlaringiz. Assalomu alaykum. Og'aynilar, qarindoshlar, do'gon, qudalar, el-otim. Yine bizleri yaxshi kunimizda kelib o'tiribsizlar. Azatib yeb ichib o'tiraveringlar. Birgina bir iltimosim bor. Yine Hafız Jaloliddin bilan shartnomamiz bor. Past qo'yib aytaman dedi. Shu va'dasida turib past qo'yib aytsa bo'ldi, qiymildamay. Sizlar aytganim hech bo'lmasa shu molla pati o'qiyincha qiymildamay o'tirishingizni iltimos qilib qolaman. Bo'lgani katta rahmat. Yeb ichib o'tiraveringlar. Rahmat katta. Xonadon sohiblari to'ylar muborak bo'lsin, tantana muborak, shodiyona muborak bo'lsin. Bu yil yangi yilimizni boshladingizda Alloh nasib ro'za aylasin. Yil yakuniga qadar to'y, shodiyona, tantana bardavom bo'lsin sulolada. Katta rahmat. Azizlar qarang. Yaxshi niyatlar bilan tantanamiz ham ochiq deb e'lon qilindi. Ostona guzari tantanalar majmuiy ko'p sonli mehmonlarni o'z bag'riga olib kelayotgan tashabbuskor insonlarimiz tomonidan barpo qilingan muhtasham saroy. Ostona guzari tantanalar majmuining shohsupasidan o'rin egallagan ukamiz Ramazon jo'shqin yigit, doshqin yigit, haqiqatan ota-onaga mehr muhabbatli yigit Oygurxon ismli umr yo'ldosh ukam sizga muborak bo'lsin. Mana shu bog'lanayotgan nikoh rishtasi bir umrga bog'langan bo'lsin. Umr boqiylikka yuz tutsin, abadiylikka yuz tutsin. Bugun men neki tilda bo'lsa, borini sizga tomon yo'llash uchun haqiqatan
shay holatdamiz barcha san'atkorlar, hammalarimiz bugun mustaqil diyorimiz, mustaqil O'zbekistonimizda eng bir baxtli oilani barpo etishingizni tilash uchun tashrif buyurganmiz. Ota-onalaringizni kelin ta'zimini qilib olsin duolar, siz xizmatini qilib oling duolar. Ota-onalaringizni duolari boshlaringizda bir umr soyabon bo'lsin, hurmatli kelin-kuyovlar. Bugungi unutilmas lahzalar bog'lanayotgan yangi nikoh rishtasi, tuzilayotgan nikoh sulhi abadiylikka, bir umrlikka, umr boqiylikka yuzsin ilohim. Hurmatlaringiz uchun rahmat. Agarda joiz topsangiz, Ramazon takror aytaman, agarda joiz topsangiz, kelin poshshaning yuzlaridagi oq ro'molni olib, shu bilan birgalikda sizlar uchun maxsus bezatilgan taxtiravondan o'rin egallashlaringiz mumkin, hurmatli kelin-kuyovlar. Hurmatlaringiz uchun katta rahmat. Arzlar bugun tasvirga olish jarayonida bizning ijodiy hamkorimiz, ko'p yillik ish faoliyatiga ega bo'lgan Farruhbek studiyasi yigitlari yaxshi kunda bizga yaxshi kunimizni tarix zararliklaridan o'rin egallashida professional tarkib ijodiy hamkorlik etmoqda. Shu o'rinda Xudoshkur TV kanalida to'g'ridan to'g'ri, Javohir TV kanalida to'g'ridan to'g'ri Shodiyonamiz efir yuzini ko'rmoqda bugun. Haqiqatan bugun badiiy sahna, badiiy maydonda esa mana shu oilani sevikli ijodkor, san'atkori, haqiqatan o'tgan galgi to'ylarda ham xizmatda bo'lgan ijodkorimiz, albatta o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan bir nechta hit qo'shiqlari, taronalari bilan elimiz, yurtimiz ardog'iga, hurmatiga sazovor bo'lib kelayotgan ijodkor Jaloliddin Abdullayev, shu bilan birgalikda ularning qo'sh qanotlari, sozanda jamoadoshlar tashrif buyurganlar. Azizlar, keling bugun qo'limizdan, so'zimizdan, sozimizdan, albatta ovozimizdan kelganicha qalbingizni zabtiyoq etishga harakat qilamiz. Mohir oshpazlar tomonidan tayyorlanayotgan taomlardan tanovul qilib, nonlardan ushatib, ko'k choymi, qora choymi quyib, oling qilib o'tirishlaringizni iltimos qilamiz. To'y davomida yoqimli ishtaha, ko'tarinki kayfiyat hamroh bo'lishini sizlarga tilab qolamiz. Asta-sekinlik bilan to'ybob, tantanabob, shodiyonabob kuy-qo'shiqlar taqdimoti bilan to'ylarimiz boshlandi. Jaloliddin, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari, aziz mehmonlar. Hammalaringizga xush kelibsizlar deymiz. Xonadon sohiblarini shuning tantanali to'y bilan muborakbod qilamiz. Bu xonada aytdilar, to'g'ri aytdilar. Birinchi marta kelishimiz emas, ikkinchi martaba kelishimiz. Ilohim hamma uyda shunday yaxshi kun to'ylab bo'laversin. Ustozlar bizga kelib xizmat qilishni nasib qilsin. Galinga baxtimiz, taqdirimiz, shirindan shakar farzandlar qilamiz. Hamma uyda shunday yaxshi kun to'ylab bo'laversin. Yaqin ishlahatlarimiz, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Ham sal pastroq ishlaymiz. Marhamat. Oy yüzünge can bile tabandama, mehri revşendir bütün tabandama, mehri revşendir bütün tabandama. Körgeli yüzü gülistanın küzü, zavuk birle gül bütün burhandama, zavuk birle gül bütün burhandama.
Koyib ustingda bergalimingga topdimi jon davlati Canlı birdim bir yo'la yo'lingdan ishqing ila ta qiyomat zindaman ishqing ila ta qiyomat zindaman Canlı birdim bir yo'la yo'lingdan ishqing ila ta qiyomat zindaman ishqing ila ta qiyomat zindaman Men senga jon birla oshiqman vali Sen nega aro qaydasan man qaydaman Sen şehenşahı zaman sen husnine Havuzi beçaredik men benden Havuzi beçaredik men benden Sen şehenşahı zaman sen husnine Havuzi beçaredik men benden Havuzi beçaredik men benden Şurada hazır. Saat edinde soradılar, koldan gelince aytıp beremiz. Merhamet. Ustazlarımızla. Hussaat edin Hussaat edin Vahni zamani züman irdi Ul mahluq ağa Keremu lütfü ben irdi Can irdi anın Paykeri canın beden irdi O'tgan kechaman erdimu Ulusim o'tan erdi Gulshan to'rida maskanimiz bir chaman erdi
من sarğa kelgeli mayım Vesayetidir Buldu meni şanıma nazım Bülbül idi uykuda dahi Gül idi gapıl Gülgün arav iki kişi var Sığuça menzil Bülbül bilen ikimize Gül bir vatan erdi Gülgünmeç bizni qilib sarvi sarafroz paydor pay sunmog'din aylaban izoz lali birbon jon olbon çeşmi husnsoz Mes'eyledi gah naz gah arbada ağız Köksüm bile ikimize erdi mahal erdi Xurşidine yetkerdi bugün çerhi zeberde Can birle bedenden bir man Her yere payman
Laling mayidan içgeç bulut tuproq uzarmas. Men dağı yüzümni kahva iyiga qo'yilmas. Gülü bar uzar kipriktin magar chitkan erdi. Ahmet. Zindani bırak, zindani bırak, içine yama zehir yutup yüz metre hayatından bulup Vaz akşamda sürdüğün şati kebi devran. Vaz akşamda sürdüğün şati kebi devran. Ecrimdi nevayini ötürse ne erman. Çekimi meğer acı eser Kusat edin Kusat edin Kusat edin Kusat edin Kusat edin
Rahmat. Rahmat. Bizlere teklif bu. Dimam svora bo'lmasin, sal estradni qo'shib dedilar. Yana bir jup aytib beramiz, keyin shu qo'shiqlarimiz bilan davom qilamiz. Marhamat. Oyning 15-i yorug', 15-i qorong'i. Tog' toshlarning chiroyi lolagul ohu bilan xasta ko'nglimning quvonchi o'lkamon abru bilan naylayin dardimga parvo hasrat qilmadim kulgu bilan oyning 15-i qorong'u 15'i yog'du bilan ömrüning aşık hamisha o'tkazar orzu bilan Derdi hicran ezdi bağrım Neyleyin şamu sema Şul eken sevgen sevişken Kısmeti cebru cefa Kançeler yozsan yürek kan Hile arz bulmaz adam Zahmeti işler yürürsün Zahmeti şerdur devam Çünkü ağunin şifası Deydiler ahu bilen Bağladım mihrini Könlüme yadım oylama Aşkara işk derdim Siz bu yadi boylamay Zahmetini yağsız asla Behayadi boylamay Yornumen canım debetsem İltifat deb o'ylamay u yashar mensiz va lekin men tirik man u bilan oyning 15'i qorong'u 15'i yog'du bilan umrining oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan o'tkazar orzu bilan o'tkazar orzu bilan rahmat rahmat Ağadan. Ana endi to'y-to'ydan bo'lsin dedilar. Sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz bilan davom qilamiz. Hammalaringizni davramizda taklif etamiz. Chikotada parimiz ham
Bugün to'y o'ynab gülüş kerak. Ustoz suvara bo'ldimi? Bo'ldi. Tarimizdan taklif etamiz. Marhamat. Ahe! Selamun aleyküm. Yok yok senmez bu yok hey. Dım getip sen bu yok hey. Danım yılla kaldım ben ey. Özün mü sen şu yok hey. Danım yıl kaldım seni ey. Özün mü sen şu yok hey. Kuş kapsılan, kuş kapsılan. Davramız sılanı gel. Bugün oynaş gerek. Misalı gül bulupsan, avçılıpsan dolupsan. Misalı gül bulupsan, avçılıpsan dolupsan. Hiçirde yok bu çırayını, ölmem yerden alıpsan. Hiçirde yok bu çırayını, ölmem yerden alıpsan. Yok yok senmez bu yok hey. Dım getip sen ku yok hey. Danım illa kaldım mene. Özün mü sen şu yok hey. Danım il kaldım seni ey. Özün mü sen şu yok hey. Aynen. Uzayıptı saçların, kalın buluttu kaşların. Uzayıptı saçların, kalın buluttu kaşların. Tamam etip taşadı ey. Kayrılıp karışların. Tamam etip taşadı ey. Kayrılıp karışların. Yok yok senmez bu yok hey. Dım getip sen ku yok hey. Yok yok senmez bu yok hey. Dım getip sen ku yok hey. Danım yılla kaldım ben ey. Özün mü sen şu yok hey. Danım yılla kaldım ben ey. Özün mü sen şu yok hey. Davramız sıranı gel. Hemen hoş gelsinler. Vah hey vah hey. Yok hey yok hey. İbahaya gözünde, mindirmen o sözünde. İbahaya gözünde, mindirmen o sözünde. Bir sallanıp ötesene, yoksan özün özünde. Bir sallanıp ötesene, yoksan özün özünde. Yok yok senmez bu yok hey. Dım getip sen ku yok hey. Danım yılla kaldım ben ey. Dım getip sen ku yok hey. Danım yılla kaldım ben ey. Dım getip sen ku yok hey. Dım getip sen ku yok hey. Rahmet. Bugün bu oynat gülüş gerek. İş yapsın ha. Asılarak koyalım daha sonra. Hey, duruşların başkaça, yürüyüşlerin başkaça. Duruşların başkaça, hey, yürüyüşlerin başkaça. Karamel içim yakıp, gülüşlerin başkaça. Karamel içim yakıp, gülüşlerin başkaça. Yok yok senmez bu yok hey. Dım getip sen ku yok hey. Danım yılla kaldım sana. Özün mü sen şu yok hey. Yok hey. Yok yok senmez bu yok hey. Dım getip sen ku yok hey. Danım yılla kaldım ben ey. Özün mü sen şu yok hey. Danım yılla kaldım sana. Özün mü sen şu yok hey. Yok hey senmez bu yok hey. Özün mü sen şu yok hey. Tamam kılamız. Çok hoşlanmışlar için. Aşık oldum kızlanı bal kaymakına. Ah hey ah hey. İlengenin bilmin kaldım tuzakına. Ah hey ah hey. Cımbır cımbır kaldır kaldır eter teneme. Nişan bulup gözlerini çakmakına. Ah hey ah hey. Nişan
Ahey ahey ey ahey ahey ey vahey vahey Kalbini verip gündeşinin köçesine ey vahey vahey Gül ki buldum den kuşların dikçesine ey vahey vahey Kumpa kızıl gilasladı okşap gider ey Göynekini meydegine gülçesine ey ahey ahey Göynekini meydegine gülçesine ey ahey ahey Ya usta ahey ahey ey vahey vahey İbi ahey vahey Canım Canım kurban gözlerini karasına ey ahey ahey Davaşımı yüreğimle davasına ey ahey ahey Yakıp yakıp ezip celalını ey Rehme gelmez 105'li balasına ey ahey ahey Canım Rehme gelmez elatını balasına ey ahey ahey Hoppa ahey ahey ey vahey vahey İbi ahey vahey Ustazdan koştum. Her nefes sağlığına xumarım sen xumarım Sensiz mən ağrına mən dərdə darım sen darım Her nefes sağlığına xumarım sen xumarım Sensiz mən ağrına mən dərdə darım sen darım Yüzlerin yüzlerime, yüzlerin yüzlerime Ah məni üzginəmə, yaraşkan yarım məni Yüzlerin yüzlerime, yüzlerin yüzlerime Ah məni üzginəmə, yaraşkan yarım məni Tım tım tımalak kapkara gözlüm
Hoşuray ferişte yüzdüm beni tım tım tımalar kapkara gözlüm beni dım dım hoşuray ferişte yüzdüm beni dım dım hoşuray ferişte yüzdüm beni. Namazımız çok hoşlanmışlar için. Ah hey! Kollarını serip verin. Wow! Ah hey! Ah hey! Ah! İyi bir. İşte iyi bir. Aynen. Allah! Xorazmning aurasi hamma yorning yorasi bedavoning chorasi lazgi 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 ko'ngilda hosil lazgi o'lmas baqosi lazgi 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 o'lmas baqosi lazgi. Dünya so'rab amonlik nola qilsa quvondi. Firuzasi jon olib jon beradi qurbonlik. Qurbon o'g'li rahmati, otajonning ulfati, san'atining zarhati. Lazgi lazgi lazgi, Qulkar aposi lazgi, Azizaxon lazgi. Lazgi lazgi lazgi, o'lmas baqosi lazgi. Gelmegenni geldirip, yonmagenni yondurip. Gelmegenni geldirip, yonmagenni yondurip. Külmegenni küldürür, külmegenni küldürür. Lazgi lazgi lazgi, şair safası lazgi, hafız navası lazgi. Lazgi lazgi lazgi, hafız navası lazgi. Yeah. Oynamasan oynalı, oynasanız yaralı. Oynamasan oynalı, oynasanız yaralı. Nalası çok safalı, nalası çok safalı. Lazgi lazgi lazgi, amma halası lazgi. Mumtaz anası lazgi. Lazgi lazgi lazgi, afet can lazgi. Lazgi lazgi lazgi, merham şifası lazgi. Aman! Rahmat. Hadi çok hoşlanmış köp boladı. Jaloliddin Rahmat ajoyib kuyib qo'shiqlar, navolar taqdimoti uchun sozanda jamoadoshlar, o'z kasbining mohir egalari, sizlarga ham minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Maftunkor, jozibador raqslar bilan davraga fayz kiritgan raqqosa singlimizga ham rahmat deymiz. Azar haqiqatan yaxshi kunimiz, tantanamiz, shodiyonamiz, ajoyib kuy qo'shiqlar, navolar jarangi bilan yana davom etadi. Alloh inoyati bo'lmish farzandlar voyaga yetganda ilohim ularning tengi topilsin. Ahil inoq bo'lsin quda andalar. 1000 yillik oqibat qadrli bo'lsin. Kuyov bo'lsa bir podshoh yigit bo'lsin. Kelinlarimiz esa malika. To'yga chorlab bizlarni xursand etsangiz, avvalo Xudo, so'ng el rozi bo'lsin. Ana shunday pokiza niyatlar bilan, ana shunday pokiza istaklar bilan bugungi shodiyonamizni, bugungi tantanamizni davom ettirar ekanmiz. Bugun mana shu shodiyanani sababchilari bo'lgan kelin bilan kuylarimizga, Ramazon, oygul oylarga, dildagi yurakdagi neki bo'lsa borni tilash umidi niyati bilan, albatta ularni baxtini tilab duoga qo'l ochgan holda Mo'savid otaxonlar, Munisa onaxonlar davrada aziz mehmon. Bugun xonadon sohibi Yusuf oyatamiz uchun qadrdon bo'lgan, yaqin bo'lgan, qadrli bo'lgan insonlardan davramizda aziz mehmon. Bugun Qadamboy akamiz, quroldosh do'stlar, aziz mehmonlar, chiroyli bir niyatlarni, istaklarni, tabrik so'zlarni tagandan tashrif buyurgan qadrdon do'stlar, quroldoshlar, sizlardan yaxshi niyatlarni tinglamoqchimiz. Qadamboy aka, xush kelibsizlar to'yga, tantanaga, shodiyonaga.
Avvalambor to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli to'y qatnashchilari. Mana bugun Yusuf Frontom ikimizni 3-o'g'li uylanib turibdi ekan. Ilohim shu 2 yosh baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysinlar. Shu kelajakda bir el, yurtga xizmati buyursin. Shu namunali oilalardan biri bo'lib yetishsinlar. Ko'ngillari to'lguncha farzand ko'rsinlar. Shu 5 ta odam ishni keng davra olib o'tirish hammamizga nasib etsin. Rahmat. Katta rahmat. Qadamboy aka, yaxshi niyatlar, istaklar, tilaklar ijobat bo'lsin. Elning g'ami bilan o'tsin har oning, elning nomi bilan otsin har tonging. Seni qo'llab siylaguvchi eling bilan bo'l. El mehrini oqlasang azizdir noming deydi shoir. El mehrini oqlab kelayotgan, elda obro' sulolani galdagi aziz mehmoni. Bugun davramizda Urganchdan tashrif buyurgan quroldosh do'stlar nomidan marhamat, yaxshi niyatlarni Ravshan aka sizdan tinglasak. Asadbek. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yana bir do'stimiz Yusuf Pana xonadonida shuni bir quvonchli kun. Bu quvonchli kun sababchilari shu yoshlar jo'ra to'yda o'ng'usin. Shu 2 yosh baxtli saodatli bo'lsin, qo'shqanlar bilan qo'sha qarasin. O'zlaridan ko'paysinlar, ko'ngillari to'lincha farzand ko'rsinlar. Kelajakda bir chiroyli oila qursinlar, hammaning havosi ketchining. Jo'ra salam shu gelin bilan deng durib, shularning baxti kamolini ko'rib, shulardan aqtiq, cho'luqlardan yo'liqlarni ko'rib o'tingizan. Xonadonga hamisha to'yxona bo'lsin. Kela shu yillardan ertaroq bir Alloh taolo shularga bu soliha farzandlarni berganda kelib tabriklab o'tirish nasib etsin. Rahmat. Tabriklayman Jo'ra. Ey rahmat. Qaynoq niyatlaringiz, istaklaringiz, tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Bugungi to'y, bugungi tantana shodiyona muborak bog'langan do'stlik rishtasi abadiylikka, bir umrlikka, umr boqiylikka yuzsin deymiz. Baxtiyor aka, sinfdosh do'stlar nomidan niyatlarni, istaklarini, tilaklarini marhamat. Baxtiyor aka sizdan tinglasak endi. Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Bugungi Yusufboy Jo'ram xonadonida yilgan mehmonlar, tabriklaymiz Yusufboy. Shu Ramazon yana bir Ramazonni uylantirib turgan ekan. Kelin bilan baxtli bo'lsinlar. Xonadonning hamisha yaxshi kunlari, to'ylari keladi Jo'ra. Shuni chalingasa. Shuni chalingasa. Baxtiyor aka rahmat. Tashrifingiz, niyatlaringiz, istaklaringiz, tilaklaringiz uchun sizga minnatdorchilik izhor etamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Do'stligimiz bog'langan rishta hech qachon uzilmasin. Inson qadrini so'zday bilsang so'z yaxshi. Yaxshiligini ko'ra bilsang ko'z yaxshi. Gar adashib toyib ketsang yo'lingdan, to'g'ri yo'lga boshlaguvchi do'st yaxshi. Do'st inson hayotini bezab turguvchi naqshi. Boshing omon saqlaguvchi do'st yaxshi. Haqiqatan do'stlar davrasidamiz, yaqinlar davrasidamiz azizlar, qadrdonlar davrasidamiz. Xonadon sohibasi kelinoyimiz. Albatta mana shu kelin-kuyovlarning volidai muhtaramalari Nasibajon kelinoyimizni yaqin dugonalaridan Barno opamiz Matkarimova bugun davrada aziz mehmon ekanlar. Sinfdoshlik niyatlarini Barno opa sinfdoshlar nomidan davrada bo'lsangiz, biz sizlar tomon yuzlanmoqchimiz. Avvalambor to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kun muborak, tantana muborak shodiyonaga. Bugungi farzandlarning vaqti kamoli lahzalariga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum davlat qatnashchilari. Mana bugun Nasibaning xonadonida chiqqanimiz xonadonda yaxshi kun, yaxshi to'y ekan. Shu bolalar baxtli bo'lsinlar. Nasibaga Yusufama xizmatlari buyursin. Farzandlari ko'p bo'lsin. El yurtda xizmat etadigan oila bo'lib yetishsinlar. Namunali oila bo'lsinlar. Hamma havas etadigan oila bo'lsinlar. Ina undan oldingi qizlarim, gelinlari dım ajoyib, Xudoga shukrga yanimizda siylidilar, biliydilar. Shular deyim bular dım ajoyib gelin bo'lsin, namunali gelin bo'lsin. Nasiba tabriklayman, shularni baxtına, taxtına quvonib o'tish nasib etsin sizlarga. Rahmat katta. Barno opa, niyatlaringiz, istaklaringiz, tilaklaringiz uchun endi shu o'rinda shoir aytadi, ona haqida gap borganda maqtasam yuzlarin oy derdim, ko'zlarin yulduzga tenglardim, o'xshashin osmondan izlardim,
yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Gullar ham ochilar ayol deb, hislari sochilar ayol deb, to erkaklar osilar ayol deb, yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Ayollar qoshida goho biz, sevgilar so'raymiz cho'kib tiz, biz-ku erkaklar yerlikmiz. Yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Jamiyat, xonadon fayzi farishtalari bizni bor bo'lishimizga, dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan zotlar. Ana shunday sharafli nom egalaridan ham ustoz, ham xonadonni suyangani, ishongani ammajonlar nomidan Shohsanam amma ham ustozlik mas'uliyati bor bugun sizda, ham ammalik mas'uliyati. Ana shuni bab-barobar teng ko'rgan holda shogirdga, jiyanga niyatlar, istaklar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli ukam Yusufboyni xonadonidan shunday yaxshi kunda to'y bilan, quvonchli kun bilan qutlab kelib o'tirgan uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Ukam Yusufboy, to'ylaring muborak bo'lsin, nasiba. To'ylar muborak bo'lsin, qizlaring ko'payatiringlar. Yoshlara uzoq umr tilayman, baxtli bo'lsinlar, o'zlaridan ko'paysinlar. Hamma yaxshi Yusufboy ukamni, nasibaning xonadonidan yaxshi kunlara, to'ylarga yemak nasib etgay. Sizga ta'riflar uchun rahmat. Qani rahmat, ammajon, duo qilasiz. Ham shogirdingiz, ham jiyaningiz baxtini, kamolini tilab. Sizlar oldingizda biz shogirdlar boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz. Chunki bizni bobolarimiz ham shogirdning haqqini yaxshi bilishgan va yaxshi ado qilishgan. Shunday ekan, imkon qadar biz ham siz ustozlarning haqqingizni xuddi ana shu bobolarga mos-xos ado qilishga harakat qilamiz. Qanday desangiz, mustaqil diyorga xizmatimiz bilan, elni rivojiga hissa qo'shishimiz bilan albatta. Endi tashkildosh, ya'ni bugun Nasibaxon kelinoyimizni yaqin dugonalaridan davramizda Shahlo opamiz aziz mehmon ekanlar. Xush kelibsizlar. Niyatlarni, istaklarni, tabrik so'zlarni va albatta to'y onalarni ham sizdan qabul qilib olamiz endi. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz dugonam, qo'shnim, jonajon nasib etganlar xonadonda shunga yaxshi kunda o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib men bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Xudoyim o'zlaridan ko'payib, kelasi shu yil guzakda Xudoyim beshik to'ylatib o'tirish nasib etgan. Tabriklab o'tirganmiz, hamma tashkilchilar nomidan tabriklayman. Baxtini, taxtini suyanib o'tirgaysiz. Kim adına? Rahmat. Xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin, tantana muborak bo'lsin. Yaxshi niyatlaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin. Mana shunday ko'tarinki kayfiyat, do'st dugonachilik rishtasi hech qachon buzilmasin. Endi Ramazon ukamizni yaqin qadrdon do'stlari bor. Jo'shqin yigitlar, toshqin yigitlar. Haqiqatan yaxshi kunlarda hamisha og'zi birgachiligina gap yo'q. Farruxbek bormi, Farruxbek? Pasrednik dedilar lekin. Bekzat qani, Bekzat. Bekzat, keling. Avvalambor assalomu alaykum, daroqamaslar. Zo'ram to'yda o'tirgan ekanmiz. Zo'ra, baxt tilayman. Baxtli bo'lgaysan. Endiki shu günlerden 5 to'yda o'tirish nasib etsin jo'ralar bilan. 4 qatori bor. Maqsadim nedir u, muradim nima? O'zga bo'lib chiqdim, men mingan kema. Atrofim orzularga zid bo'lib ketdi. Do'stim, sen mendan ketdim dema. Söz navbati G'iyos sanomi? G'iyosson. G'iyos. Avvalambor assalomu alaykum. Uka tabriklayman. Baxtli bo'l, saodatli bo'l. Qo'shqoning bilan qo'shaqari. Keyingi kunlardan bugunroq Soliha, Solihaddin farzandlaring ondan mishinda etib tabriklab o'tirish
hammamizga nasib etsin. Canın sağ olsun. Özüm namından ham, ukam namından tabriklayman. Canın sağ olsun. Rahmat. Ramazan uka tabriklayman. Shu qo'shqaning bilan qo'shaqari baxtli bo'l. Najora ukam. Ishqilib shu keyingilar shu kunlardan aldiroq 5 taga kelib shu tabriklab o'tirish hammamizga nasib etsin. Siraj tabriklayman deb turibdi. Addushanli Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Ramazon jora tabriklayman, baxtli bo'l. Qo'shaqar jora. Jaringanni xizmati buyursin jora. Baxtli bo'l. Asrar tabrik. Assalomu alaykum davra qatnashchilar. Tabriklayman jora, baxtli bo'l. Qo'shqaning bilan doim shu farzandlaring ko'p bo'laversin. Rahmat amma. Tabriklayman jora, baxtli bo'l. Oxirini Dilshod aytcha gol turibdi. Bo'lar shu. Avvalambor assalomu alaykum. Do'stim tanlagan bir yo'ldoshing ota-onaga xizmati buyursin. Baxtli bo'l. Eng yomon kuning shunday bo'lsin. Baxtli bo'l jora. Rahmat. Kuyov navkarlari, chiroyli niyatlar uchun, istaklar uchun, tabrik so'zlar, dil izhorlar uchun alohida sizlarga minnatdorchilik izhor etamiz. Erkak so'zi 5 harfdan iboratdir. Har bir harfi mardlik uchun imoratdir. Chin do'st topmoqlik zo'r tijoratdir. Ba'zilar bor erkak deyishga hijolatdir. Yurtga, yorga ko'ksi qalqon turgan ham bor. Erkakman deb bir burchakda yurgan ham bor. Keng bo'lsin, imkoniyati keng bo'lsin. Erkak boshi osmonlarga teng bo'lsin. Nomardlarga uni kuni qolguncha eski juldir chaponlarga yeng bo'lsin. Yuragida sevgi bo'lsin, dard bo'lsin. Erkak zoti qayga borsa mard bo'lsin. Ana shunday mardlik sizlarni hech qachon tark etmasin, kuyov navkarlari. Endi keling, husnda tengsiz, latofatda, yagona go'zallikda yaktona bo'lgan o'zbegimni chiroyli qizlaridan niyatlarni, kelin dugonalaridan Kumushoy. Marhamat, sizdan chiroyli niyatlarni tinglamoqchimiz. Assalomu alaykum hammaga. Dugonam baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Gulbaram aka, gul otani. Rahmat. Kumushoy, chiroyli niyatlaringiz, istaklaringiz, tilaklaringiz uchun sizga minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Hurmatli kelin bilan kuyov. Ba'zan ko'p topamiz, ba'zan esa kam. Mol davlat ishqida ko'z bo'lmasin nam. G'am chekkan odamga eng oliy malham oila degan qo'rg'on bo'lsin mustahkam. Bunday baxt topganga omadlar yordir. Mustahkam oilada kelajak bordir. Agar ayol bo'lsa, oilaning baxti, oila but-pok bo'lsa, erkakning baxti, farzandlarida bo'lsa, ajdodlar shaxti, qo'rg'onida qurimasin tarix daraxti. Ko'ngillari hamisha fasli bahordir. Mustahkam oilada kelajak bordir, hurmatli kelin-kuyovlar. Yangi bog'lanayotgan rishta hech qachon uzilmasin, abadiylikka bir umrlik yuzsin. Hurmatlaringiz uchun katta rahmat. Bir-birlaringizga o'zikka ko'z qo'ygandek mossizlar. Bugun yuqorida yo'llangan niyatlar, istaklar, tilaklar sizlarni vaqtingiz, kamolingiz shu bilan birgalikda saodatingiz uchun yangradi. Azizlar, tantanamizni yana davom ettirish barobarida badiiy sahnaga, badiiy maydonga yuzlanar ekanmiz. Endi Ramazon ukamizni talabiga binoan, ustagiga binoan, xohishiga binoan, ayni dam, ayni lahza ovqat payti albatta imkonsiz raqsga tushish. Shuning uchun mana shu ukamizni talabini, istagini imkon qadar qo'ldan kelganicha bajo qilishga harakat qilamiz.